anaqa baxt ota-ona bilan Yevropaga sayohatga chiqish hammaga nasib qilsin. Eng baxtli kunlarim ota-ona borida nasib qilsin hammaga. Yig'layapti yosh bolaga bir tiyinda. Samolyot-yu, nimasi-yu, aeroporti-yu. Turkiyaning aeroportida. Hamma dam olyapti. Cho'zilib. Yaxshi o'tiringlar, qizim, yaxshi o'tiring. Sağ ol, sağ ol. Ayrıca magazinde yaptırdım. Я вот прилетел в Стамбул. Сейчас Базель. Отсюда Базель летим. Швейцария. Opa. Normalmi? Qarang, opa, mana Shveysariya taraf. Mana Fransiya taraf. Qarang, bayroq qo'yib qo'ygan. Ko'rdingizmi? Bu Fransiyadan chiqamiz. Bu Shveysariyadan chiqamiz. O'rtada bitta nima bor? Ana, reshotka bor. Hozir bu yoqdan chiqib ketsak, aylanib, yarim soat vaqtimiz ketadi mashinada kelib, mana qilguncha, ana mostlar nima qilib. Bu yoqdan chiqsak. O'shanga bu yoqdan chiqamiz-da biz. Xudo xolasa. Videoga oldim. Dadam chiqsin. Videoga. Dada bo'ldimi? Dada ko'rdingiz mana Shveysariyadan chiqish mana bu. Bu Fransiyadan chiqish, qarang. Ikkitada, o'rtada reshotka. Biz bu yoqdan chiqishimiz kerak. Bo'lmasa yarim soat yutqizamiz-da. Shunday. Dada Dilmuratni ko'rasiz hozir. Ana Dilmurat. Ayla. Qani qarang, ana reshotka turibdi. Shveysariya bilan nimani o'rtasida? Между Fransiya и Shveysariya там решетка, ё-моё. Chegara, вот граница. Мы вышли из стороны Франция. To'g'rimi? Bitta aeroportdan 3 tarafga, Fransiya, Shveysariya, Germaniya foydalanadi. Ana chegara. Biz hozir nimada Fransiyaning chegarasidan Germaniyaga o'tyapmiz, to'g'rimi? Fransiyadan Germaniyaga o'tyapmiz. Asta-asta chegaralarni aniqladi. Chegara. Dada, opa. Spishga yog'ib qolibdi. Germaniyaga o'tdik. Gostinitsaga keldik. Opam, dadam, Dilmurod, do'stim sho'rvadan uryapmiz. Gostinitsaning ertaga boshlanadi. Obsledeniyalar, licheniyalar nasib qilsa. Keldim Mersda dadamlarni, opamlarni olib ketishga. Olib ketadi ana. Nadya mana shular.
Dada ketdik. Nadia'nın orqasidan yurasizlar. Da. Dada klinika bu. Это университет, да? При униversitet. Ha. Dunyoda eng zo'r nimalardan bittasida bu. Eng zo'r. O'tlimi? O'tli keyin anaqa qo'shilmasdan tayyorlangan silitra boshqa. Nima, ximiya qo'shilmasdan-da. Dadam aytyapti-ku, otam nemislar bilan urushib. Endi biz deydi Germaniyada yuribmiz. Urushda. Ha dada? Katta tam nemislarni. 10 medali var. O'sha 41-yil, 45-yilda olgan medallar var. Stalingrad medallari. Asıl qo'yganmiz o'sha medallarni endi to'lqinlab ko'tarib yuribdi. Shunday. Oldin Rus avtobusi, endi sport so'rasi. Oldin shunday. Mana shu yerga kiramizmi? Turetska. Turibdi to'lqin o'sha. Ha, благодарности qani, qayerda? Qo'yaman, alimlardan. Ha, ilib qo'y, uni nimaga internetga tiqaman men, dada. O'sha. Stalin. Assalomu alaykum. Dadamlar akkordeonchiga so'mimiz o'tmaydi deyapti-da. Akkordeonchi. Dada, so'm tashlasak bo'lmaydimi? O'zbekiston so'masi. Germaniyada. Ulardan yapadigan nimalar bor. Ha, ko'p. Bomjlarmi? Ha, otadana bu sochini qarang uzunligini. Sochim. Iti ham bor yonida. 20 minglik tashlab ketib qolsangiz o'zbek so'mini. Ha. Bu Katta pul deyman. Ana dadamni olib keldik. Xudo xolasa licheniyaga. Opam qoldi. 2 soatdan keyin keladi. Opam. Yuring dada, tez. Ha, hozir yana 2 soat dada yaxshi bo'lar, keyin ovqatlanamiz. Еще 3 часа maksimum inshaalloh. Dadam chiqdi. Tegmasinmi? Ikki qo'lni. Ha, ikki qo'l. Dadam bilan doktor обследование qildik. Shikaritkani. Dadam. Ne normal. Okay. Sonst Sie können langsam schon mal hier vorlaufen und da Platz nehmen. Ich sag Bescheid. Bizni chaqirar ekan o'zi. Я вот знаю, может быть, они примут раньше. Paranj qabul qilsa undan ham yaxshi-da, ish yo'luvchi-da. Если paranj. Они же смотрят до нас кто там было, они же смотрят на это, если они пораньше закончили до нас. Нет, Кого? если у них есть, да, если мало ли, знаете, там всегда бывает, что какие-то... Dadamni olib ketdi operatsiyaga. Menga mumkin emas ekan gap. Xudo xolasa. Предварительно. Opamni ham olib ketdi ana. Opamni ham olib ketdi. Kiyimni almashtiradi. Да, каждый год, если проверяться вот так. Да, кишечник даже не надо каждый год проверять. Но вам удалили один полип, поэтому раз в 3 года, а вам даже через 5 лет.
Солнечных идей. Приедете нас, иншаллах. Да, дай Я Бог, сказал, да. приезжайте. Спасибо, спасибо большое за приглашение, за доверие. Ну все, вас не буду так задерживать. Давайте Фото на хорошего память. вечера. Давайте фото на память, конечно. Да. Mana Freiburgdagi licheniyamiz ham tugadi. Xudo xolasa mana gostinchamiz Hotel Stad Freiburg. Mashina kutyapmiz, mana yerdan chiqadi mashina. Shvetsariyaga qarab yo'l olyapmiz. Shvetsariyaga. Dada, shu gostinchada yotdik endi. Eslandik. Uning tagida nima borligi bilinmaydi-da. Buni tagiga nima qo'ygan? O't nima qilib, naryoqda chiqadigan joyi bor ekan. Shunday. Maloq joy, chiqadigan joy ekan. Mashinalar. Mana ketdik biz. Ana gostinchamiz. Mana biz apteka dada. Mana Freiburg, Shvetsariyaga qarab yo'l olyapmiz.